Salom traderlar. Bugun siz bilan hisob raqamdan pul yechishni o'rganamiz. Buning uchun o'tkazish tugmasini bosing yoki ko'proq bo'limini tanlang. Ochilgan oynadan moliya bo'limini tanlang. Chiqarish bo'limini tanlang. To'lov usulini tanlang. Uzcard yoki Humo kartalariga chiqarmoqchi bo'lsangiz, biroz pastga tushing. Uzcard Humoni tanlang. Siz kiritgan to'lov usulidagi kartangiz agar Uzcard yoki Humo bo'lsa, ana shu kartani tanlang. Chiqarmoqchi bo'lgan pul mablag'ini kiriting. Diqqat qiling, 1.8% komissiya mavjud. Umumiy summadan komissiya miqdorini ayirgan holatdagi pul miqdorini kiriting. Bizda hozir bu $9.82 ga teng. Olib tashlash tugmasini bosing. Tasdiqlash tugmasini bosing. Pul yechish uchun so'rovingiz muvaffaqiyatli qabul qilindi. So'rovingiz qayta ishlangandan so'ng pul mablag'lari siz tanlagan kartaga kelib tushadi.